Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Malibu 2 ga 2.4 motoriga gaz qo'ydik. Buni ham ustasini topdik. Mahoratli qo'ligul ustalar mana. Ko'rmayli. Malibu 2 2.4 motor. 2.4 motoriga 3-pagalini gaz qo'yilar ekan. Bunga to'r qo'ysa, to'rdan ko'ra 3 yaxshi, Ha, 3 yaxshi bo'ladi. 3 yaxshi bo'ladi. Rasxod qancha bo'ladi endi mana? Zapravkasi 250 km bo'ladi. Zapravkaga 2 km. Bitta zapravka bilan 250 km. Kondisioner yoqib yursa, где-то грубый 200 atrof yuraveradi. 200 da-ya. Ay yaxshi. Temir balonlar hammasi. Bu ustamiz mana hurmatli do'stlar. Buni mohir qo'llar ustalarga olib kelsanglar, kafolatlab, garantiyalar bilan zo'r qo'yib berishar ekan. Biz ham uzoqdan keldik. Buni turbolarga ham qo'ydinglarmi akam? Turbo, 2 turbo, 1.5 turbo farqi yo'q. Ay yaxshi. Ularda qancha yuradi rasxodi? 200 atrof yuradi. 2 atrofida? Kondisioner bilan kamroq yurishimiz. Kondisioner bilan kamroq yurishimiz. Mana hurmatli do'stlar. Narx-navolar ham mana ancha arzon ekan bu yoqda. Toshkentda 13 million deyishdi. Bu yerda ancha arzon. Biz hozir bu yerda nomerlarni ham qoldirib o'tib ketamiz. O'zimning nomerimni ham qoldirib o'tib ketaman. Bular olishmasa. Propanni ham qo'yishar ekan. Propanni ham ichiga qo'yib berishar ekan. Ishlari ancha toza. Bu ustalarimizni so'rab surishtirib qidirib topib keldik hammalab. Ortaga tinchmisiz? Xudo xolasa mana yakunlanib ham qoldi. To'rmas 3 qo'yilar ekan bunga. 3 qo'yilar ekan. Yaxshi reduktorlardan qo'yib berishyapti. Gilladami nima? Nima bosib qo'yibdi? Qulaydi. Toshkentdan keldik. Bu yoqqa borsak, qo'ymaymiz deydi, bu yoqqa borsak, qo'ymaymiz deydi. Oxirida qo'ydirgan ukamizdan so'rab, surishtirib, qancha bir 4 oymi, 5 oy oldin qo'ydirgan ekan. Mashinasi yaxshi yurgan ekan. Bu tavsiya qiluvdi. Shunga qidirib topib keldik. O'zida hozir bilan yaxshi bo'ldi. Prashipkalar o'zida. Prashipka o'sha hammasi ligirovkalari, hamma narsasi o'zida ekan. 4 po'shina bilan 6 ta o'zi kerak buni. Oldim endi. O'zi Malibu bir olaman deb niyat qildim. Ikkisi nasib qilib qoldi. Xullas hurmatli do'stlar, mana Malibu 2 ga ham, turbosiga ham, 2.4 ga ham 1.5 ligi bo'ladimi? Mana bu yerda gazlarni qo'yib, bemalol shu garantiya mas'uliyatli ustalar bor ekan, mana baraka topsin. Qo'yib berishdi mana. Xudo xolasa endi yuramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishinglarga rivoj.